Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Alisher Navoiy tuyuqlari va tahlili. Tuyuqlar. Tuyuq haqida nazariy ma'lumotga egasiz. Uning sof turkiy she'riyatgagina xos janr ekanidan ham xabardorsiz. Mantiqan, turkiy she'riyatni haddi alosida taraqqiy ettirishni ko'zlab qalam tebratgan buyuk Alisher Navoiyning bu janrni chetlab o'tishi mumkin emasligini ham tasavvur qilasiz, albatta. Shoir barcha tuyuqlarni bir yerga jamlab, Badoye Ulvasat devoni tarkibiga kiritgan. Devondagi tuyuqlarning umumiy soni 13 ta. Bormog'in tajnisli tuyuq. Necha dedim ul sanamga, bormog'in, qilmadi ul tark oxir bormog'in. Munchakim xudroyliq kor buzdi ul, aql hayrat qildi, tishlab bormog'in. Tuyuq shunday janrki, uning qofiyasida kelgan shaklan bir xil sozlar yoki sozlar turkumining har satrda boshqa ma'no anglatib kelishi kishida ajib bir zavq uyg'otadi. Ushbu tuyuqning bir misrasi oxiridagi bormog'in sozi hozirgi tilimizdagi bormagin ma'nosida kelgan. Necha bora u sanamga, bormagin, dedim. 2 misradagi bormog'inni bormogini deb tushunishimiz kerak. Satrdagi oxir sozi esa hech ma'nosida ishlatilgan. U bormogini hech tark etmadi. Demak, sanam lirik qahramonning gapiga kirmabdi. 3 misrada sanamning qaysarligi, xudroyliq, ya'ni ozboshimchalik qilgani aytiladi. U shunchalik qaysarlik qildiki. 4 misradagi bormog'in sozi barmogini degan ma'noda qo'llangan. Aql bundan hayratlanib, barmogini tishladi. Tilimizda barmoqni tishlamoq degan ajoyib ibora bor. Odatda iboraning ma'nosi bir sozga teng kelishi kerak. Bu ibora hayratlanmoq degan ma'noning ta'sirchan ifodasi sifatida ishlatiladi. Ayon bo'lyaptiki, o'sha Navoiy yashagan asrda ham mazkur ibora mavjud ekan. Shuni ham o'quvchilarimizga eslatib ketishimiz kerakki, u davrdagi arab yozuviga asoslangan eski o'zbek alifbosida bormagin, bormog'in va barmog'in sozlari aynan bir xil harflar bilan bitilgan. Shundan tajnis hosil qilingan. Shoirning yuksak badiiy mahorati shundaki, o'zaro shakldosh, ya'ni ohang jihatidan aynan bir xil sozlarni tuyuq qofiyalariga olish orqali kitobxon ong tafakkuri va ruhida ajib bir badiiy tabiiy, badiiy estetik kayfiyat uyg'ota olgan. Tuyuqning 3 va 4 misralarida aql mavhum tushunchasi jonlantirilgan. Aslida odam hayratdan barmogini tishlaydi. Bu asarda esa mazkur harakat aqlga tegishli qilib tasvirlangan. Bunda ham shoirning xalq tilidagi tabiiylikka rioya qilgani ko'rinadi. Chunki tilimizda aqlim lol qoldi degan ibora ham bor-ku. Holbuki bunda ham o'sha so'zlayotgan shaxsning o'zi lol qolgani tushuniladi. Faqat bu ish harakat aqlga ko'chirilgan holda ifodalanyapti. Tuyuq aslida ana shu lisoniy go'zallik asosiga qurilgan. Lekin unda zimdan sanamning qaysarligi, gapga kirmagani qoralanayotganini sezish qiyin emas. Aql bundan hayratlanib, barmogini tishlagani bayonida esa bilinar-bilinmas tarzda, birovning jo'yali maslahatiga kirmay, qaysarlik qilish ham aqldan emas, degan go'yo ilgari surilayotganiga ham shubha yo'q. Sarvi Gulruxsoriddin tajnisli tuyuq. O'tkali ul sarvi Gulruxsoriddin, yo'q xabar ul sarvi Gulruxsoriddin. Hajriddin bog ichira beru yodima qomatiddin sarvu gul ruxsoriddin. Tuyuq haqidagi nazariy ma'lumotdan bilib oldingizki, badiiy asarda tajnis hosil qilish uchun faqat tildagi tayyor shakldosh, omonim, sozlardangina foydalanish shart emas. Chunki qalam sohibi bir necha soz qo'shilmasi orqali ham ohoriy, ilgari tutilmagan, ya'ni tamoman yangi tajnislar ijod qilishi ham mumkin. Ushbu tuyuqda ham Navoiy shunday yo'l tutgan. 1 misradagi Sarvigul Ruxsoriddin sozlar tarkibiga 2 misrada Sarvigul Ruxsoriddin va 4 misrada Sarvigul Ruxsoriddin degan soz tarkibi qofiya bo'lib kelgan. Lekin bu 3 qofiyadagi sozlarning har biri alohida ma'noga ega. Lekin eski o'zbek alifbosida bu tajnis tarkibi bir xil yozilgan. 1 misrada Sarvi Gulruh sozi istiora bo'lib, tik qomatli va gul yuzli yorni anglatib kelgan. Natijada satrdan gul yuzli yor yonidan o'tgani degan ma'no o'qamiz. 2 misrada buning iloji yo'qligi mantiqan asoslanadi. U sardek tik qomatli gulning yuzidan xabar yo'q.
Bu yerda endi gul istiora sifatida togridan togri yorni anglatib kelyapti. Ruxsor sozi esa oz ma'nosida yuzni bildirib turibdi. Lekin bunda ham soz kochimi metonimiyaning sinektoha degan turi bor. Uzv, ya'ni butunning bir bo'lagi, yuz, tilga olinib, amalda butun, ya'ni yor, ning o'zi kozda tutilgan. 3 misrada, yorning hajridan bog ichra yodimga soladi, degan fikr ifodalangan. 4 misrada shoir endi sarv va gul sozlarni o'z ma'nosida ishlatadi. Bogdagi sarv gul esa uning yuzi, ruxsorini yodga soladi. Yorning qomatini. Sarv sozi Ozbek mumtoz she'riyatida ko'p qo'llanadigan soz timsollardan biri hisoblanadi. Aslida, u ignabarglilar turkumiga kiradigan archasifat daraxt turini anglatadi. U ingichka bo'lib o'sadi. Boyi 25 metrgacha yetadi. U asosan issiq olkalarda ko'p uchraydi. Yurtimizda ham bir paytlar bo'lgan. Masalan, Toshkent shahridagi Shayx Xovand Tahur qabri yonida qurib qolgan sarv daraxtining tanasi saqlangan. Ajdodlarimiz shu daraxt tanasini ichkarida qoldirib, maqbara bunyod etishgan. Hozirgi paytda poytaxtimizning hashamatli O'zbekiston xalqaro tantanalar saroyi kiraverish yo'lagining ikki yoniga qator qilib sarv daraxtlari ekilgan. Ular tik qomatini namoyon etib, salobatli koshonaga yanada kort bagishlab turibdi. Tuyuq turkiy jani bo'lgani uchun uning aksar namunalarida qofiyaga olingan tajnislar asosan turkiy soz va qo'shimchalar vositasida shakllantiriladi. Ammo bu tuyuqda shoir aynan kelib chiqishi forscha tojikcha bo'lgan so'zlar vositasida tajnis yaratadi. Asarda sarf, gul va ruxsor so'zlari shoir sehrli qalamining kuchi bilan ajoyib joziba yuzaga keltirgan. Lirik qahramon bogdagi sarv va gulni korib, yorini ularga o'xshatadi. Shu tariqa tuyuqda hijron tuyg'usi aks etgan. Shoir shu mo'jaz hajmli she'rni o'qigan kitobxon ko'z oldida go'zallik timsolini yarata olgan. Adabiyotda go'zallik sozlar va ularning ajib ifodasi orqali yuzaga keladi. Butmagan tajnisli tuyuq. Tigi ishqing yorastur butmagan, dardini har kimga aytib butmagan. Hajr sahrosdur oxim otidir, anda gul yoxud giyohi butmagan. Bu tuyuqda tajnis turkiy, o'zbekcha, butmagan shakldosh, omonim soziga tayangan holda yuzaga keltirilgan. Shunisi borki, bu sozning hozirgi tilimizdagi bitmagan shakli bugun ham mazkur tuyuqdagi ma'nolarni ifodalab kelaveradi. 1. Misradagi ifoda tuzalmagan ma'nosidagi bitmagan sozi sifatida ishlatilgan, ishqing tigi yarasi bitmagan. 2. Misra qofiyasida tugatmagan ma'nosidagi bitmagan sozi qollangan, dardini har kimga aytib tugatmagan. 3. Misrada tajnisli qofiya mavjud emas, hijron cholida oxim otashidan. 4. Misrada tajnisdagi soz unib chiqmagan, osmagan ma'nosidagi bitmagan shaklida istifoda etilgan, unda biror gul yoxud giyoh unib chiqmagan. Tuyuq ishqing mavzuda bitilgan. Lirik qahramon avval yorning ishqi tigi qalbini bitmaydigan yaraga aylantirganini sozlaydi. Bir misra. Keyin yara jonlantiriladi. Bu yara dardini hech kimga aytib tugatmagan. 2 misra. Shundan so'ng hajr sahrosi, ayriliq sahrosi, istiorasi tilga olinadi-da. Uning lirik qahramon oxi olovidan yongani o'quvchi ko'z oldida gavdalantiriladi. 3 misra. Bilasiz, yozda sahro go'yo yonadi. Bu otash holatida u yerda biror gul yo giyoh o'smaydi. Xulosada lirik qahramonning oxi, otashi bunga sabab qilib keltiriladi. Bunday chiroyli va mantiqiy dalil keltirish usuliga adabiyotshunoslikda husni ta'lil san'ati deyiladi. Tuyuqda shaklan bir xil bo'lgan sozning 3 bor qo'llanishi amalda ana shunday badiiy tabiiy, badiiy estetik ta'sirchanlikni yuzaga keltirgan.